Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlariga akalar mana bunaqa qo'chqorlarni yirik variantidan kelibdi. Qo'zi qo'chqorlar mana. Bu yilgi qo'zilar. Hammasini oyoq qo'li yirik, yaxshi. Zotga ham, qurbonlikka ham yetkazib olaman degan akalarga hammasi badani ham bor ekan. Dumbalari hammasi 8 variantda. Sifatligini 4 kisini baqaman degan akalarga mana. Mana. Qo'yimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, akalar shu optimchilar, arzonchilar qishlog'ida. Soni 30 bosh ekan, bu yerda 15 ta ekan. Mana. Hammasi saralab olingan, akalar dumbas qiyshaygan, yo'qsa puchumasi yo'q ichida. Hammasi o'sha tojik sori qo'ylar ekan. Mana yiltirsim. Kimga qiziq bo'lsa, akalar aloqaga chiqarasizlar, telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Qo'ydi narxini 5200 dan kam bor deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar akalar. Soni bu yerda 15 bosh. Ikkinchi partiyada bulardan sal yirigrog'i chiqar ekan. Mana. Akamiz o'zlari chiqmazlar videoga qo'yiladi. Olavering, qiziqqanlar biz sotamiz deydi. O'zi yem yeb turgan yaxshi qo'zlar ekan akalar. Qurbonlikka xudo xolos yetkazib yuborsa bo'ladi. Mana. Hammasi dumbalar, oysimon chiroyli dumbalar. Do'stam sizlarga mana oyoq qo'llarning hammasi butun, soppa sog'lom. Mana. Ikkinchi partiyalarni ko'rsataveramiz. Bular bugun bir partiyani narxi 5200 dan kam bor ekan. Aloqaga chiqib, baraka qilaverasizlar akalar. Keyingi partiyalarni ko'rsatamiz. Akalar mana ikkinchi partiyasini ham olib chiqib oldik. Bu yerda ham soni 15 dona mana. Yirigroq variantidan bular akalar. Mana. Toza o'sha simjun. Naslga ham boqaman desa bo'laveradi, qurbonlikka boqaman desa ham bo'laveradi akalar. Hammasi mana oysimon, chiroyli dumbadan. Mana oyoq qo'llari. Hammasi qo'chqor, puchma hech narsasi aralashmagan akalar mana. Yiltir simjundan. Soni 15 dona. Bularning narxi 5,5 dan xayr bor ekan. Aloqaga chiqarasizlar mana. Yirik narsalar ekan hammasi. Takras o'sha qurbonlikka tayyor qilib olsa bo'ladigan variantdan. Zot yo'nalishida tanlab olaman deganlarga ham aloqaga chiqarar ekansizlar akalar. Mana. Mana qo'chqorlar. Haqiqiy ichidan biz ajratib qoladigan yo'q. Hammasi xudo xolasa yaxshi akalar. Havasga boqaman deganlar. Janob. Bo'ylari 75 plus bo'lsa kerak, a? 75 ga olaverasizlar akalar. Videoda xato kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Kanalimizni rivojlanish uchun obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa mana shunaqa chorva qo'ylarni, qo'y hayvonlarni tashab turamiz akalar. Ana qo'ylarning oyoq qo'llarini dastashini ko'rsatdik deb o'ylaymiz akalar. Bugungi sanamiz eslatib o'tamiz 28-mart 26-yil. Mana. Haftaning shanba kuni. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar, yo'qsa akalar. Hammaga kun xayrli o'tsin deya videomizni tugatamiz akalar. Layklaringni ayamaysizlar akalar. Mana, qo'chqor. Oyoq qo'llari ham baquvvat narsalar mana. Hammasini tekshirib ko'rdik. Oyoq qo'llari zo'r. Yeb ichlari hammasi sinovdan o'tgan. Yana bir qator sinov olaverasizlar.